disposal berilibdi. Qarang, biz aktivni sotadigan bo'lsak, o'tgan safar sizlar bilan o'rgangan narsalarimiz bor edi. Eslab olaylik. Kosti bor. Aktivni bormi? Aktivni kosti bor. Kost nimani anglatardi? Shu qiymatga tushirish uchun bo'lgan. Birinchi marta biz sotib olganimizdagi shu boshlang'ich qiymatdan. Kost. Accumulated depreciation bu amortizatsiya yig'indisi. Shunday, yillar davomida yig'ilib kelgan amortizatsiya. Keling bilan Qoldiq qiymat. Minus carrying amount. Hop, qoldiq qiymat edi bu. Ya'ni bu masalan bugunga nisbatan hisoblasak, bugungi holatda aktivni qancha qiymat qoldi? Ya'ni biz hali ishlatib, eskirtirmagan qancha qiymat qoldi? Shu narsani beradi. Demak, umumiy olganda biz masalan aktivni butun holat, ya'ni butun holatda kost nazarda tutyapman, to'liq holatda. Uni ma'lum bir qismini ishlatdik, ma'lum bir qismi qoldi. Xuddi bir idishdagi suvni ichayotganga o'xshaydi. Agar tasavvur qilishga qulayroq bo'lishi uchun. Ma'lum bir qismini ichib tugatdik, qolgan qismi qoldi. Xuddi mana shu qolgan qismini kerak emas beryapti bizga. Endi mana shu qoldiq qiymati bizga shu accounting jihatdan qancha qiymatga egaligini anglatadi hozirgi paytda. Bu bozor narxiga har doim teng kelmaydi. Odatda teng kelmaydi desam ham bo'ladi. Chunki bozor narxi bundan har xil bo'lishi mumkin. Hop, lekin biz masalan bozorda sotsak, deylik, fair valyuta sotamiz bu aktivni. 5 yil ishlagan aktiv. Yangi aktiv emasda 5 yil ishlagan aktiv misol uchun. Shuni bozor narxi qancha? Bozorga olib chiqamiz, qanchadir qiymatga oladi. Deylik, carrying amount $15,000 edi. Biz 25,000 ga sotyapmiz buni. Masalan, 25,000 ga sotyapmiz. O'rtadagi farq, ya'ni qoldiq qiymatidan biz qancha qimmatga sotsak, bu bizning foydamiz hisoblanadi. Va qoldiq qiymatdan qancha arzonga sotib qo'ysak, shu o'rtadagi farqi zararimiz hisoblanadi. Hisob olinglar. Shuni men tushuntirib olasiz. Men buxgalteriyada masalan, accountingda ma'lum bir qiymatini qoldiryapman, ma'lum bir qismini eskirtirdim, ma'lum bir qismi qoldi. Ya'ni qolgan qismi 15,000 deb baholadik biz uchun. Accounting metod orqali boshida deylik 30,000 edi, 10 yil useful life bor, 5 yilni ishlatdim, 15,000 qoldi shunda. Yarmi qoldi. Endi shu 15,000lik hisobotimda 15,000 qiymati bor aktivni men bozorda 25,000 ga sotyapman. Bozor narxi qimmatroq. Qimmatroqqa sotdim. O'rtadagi farq gainga boradi deyapman. Gain ko'ryapmiz. 10,000 qimmatga sotyapman. Ya'ni mana shu narsani ko'rsatgan. Proceed bu cash receipt qarasanglar bo'ladi. Mana bu proceedni cash receipt deb qo'yaman. Cash receipt. Ya'ni proceed biz qabul qilgan pul carrying amountdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu profitni anglatadi. Ya'ni hozirgi holat. 15,000lik aktivni, mana buni 15,000 deb aytdik, sotdik 25,000 ga. 10,000 foyda ko'rdikmi? Gain 10,000 ga teng. Mana bu holat. Ikkinchi holatimiz endi proceed kam, masalan 10,000, qoldiq qiymat 15,000. Demak biz loss ko'ryapmiz. 5,000 arzon sotib qo'yapmiz. Proceed bilan carrying amount teng bo'lib qolsa, no profit or gain bo'ladi. Ya'ni biz qanaqa foyda yoki zarar ko'rmaymiz bu yerdan. O'zini narxiga sotgan bo'lamiz. Disposal mana shu endi sotyapmiz, masalan, bozor narxi har xil bo'lib qolishi mumkin bizni uchotimizdagi qoldiq qiymatidan. Endi umumiy olganda aktivlar o'zi ikki xil narsaga yuritiladi asosan. Cost modul bor, revaluation modul bor. Cost modulda birinchi marta sotib olgan narximizda qoladi har doim. Qayta o'zgarmaydi bu. 30,000 ga sotib oldim hozirgi aktivimni, faqat eskirtirib bordim. Bozor narxi hech qachon tenglamadi. Mana bu o'sha cost modulga tushadi. Ya'ni mana bu yerda berayotgan kesim costga rosa ham mos tushadigan kes. Birinchi nima bo'ladi? Biz birinchi narxni masalan, qancha pul sarflasangiz,
o'sha narxda shakllanadi aktiv va shu bo'yicha yuritib ketasiz. Bo'ldi, o'zgarish bo'lmaydi. Bozor narxiga qarab qayta baholamaysiz bu aktivni. Bozor narxiga tenglash yo'q cost modulda. Bir xil yuritiladi har doim. Bozor narxiga, ya'ni revaluation upward yo'qda bunda. Ko'tarish yo'q narxni. Masalan, men O'zbekiston bozorini miqyosga oladigan bo'lsak, 2 yil masalan 2 yil avval zdaniya olganmiz. Misol uchun deylik 1 milliard so'm. Lekin hozirgi bozorga uni olib chiqadigan bo'lsak, 1,5 milliard masalan. O'rtada ancha gain bo'lgan. Ya'ni bozor ko'tarilgan. Endi men agarda mana shu zdaniyani cost modulda yuritsam, 1 milliard holatida turadi. Ya'ni cost 1 milliard, qanchadir accumulated depreciation shakllangan, keyin ham qanchadir chiqadi shu holatda. Ya'ni cost hech qachon ko'tarilmaydi. Revaluation modulda bo'lsa, mana bu endi ko'tarilib boradi, o'zgarib boradi. Hozir ma'lumot o'rnida bilib olaylik, chunki nimaga? Mana bu berayotgan kesimda o'rtada 10 ming gain bo'lib ketdi, masalan, bu revaluation qilsa bo'lmasmidi degan narsa bo'lishi mumkin-da bizda hozir. Faqat shu aytib o'tyapman. Cost modulda shunday bo'ladi. Revaluation hozir kelamiz. Ustoz, bitta iltimos bor. O'zbek tilida terminlar aytasiz, o'sha paytda ham rus tilidan aytib keting, iltimos. Chunki rus tilida menda sal ko'proq понятие tushunib bo'ladi. Xo'p, hammasini ham bilmayman rus tilida qanaqa bo'ladi. O'zingiz to'g'ri bilganimni aytib ketaman. Okey. Xo'p, demak. Mana bu qismi tushunarli, to'g'rimi? Qancha gain, qancha loss ko'rildi. Mana bu farqlay olamiz. Proceed bilan qoldiq qiymatiga solishtirib, gain ko'ryapmiz, loss ko'ryapmiz. Okey. Agar bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi disposalni qanday yozamiz? Ya'ni double entry'ni qanday beramiz? Shuni ko'rsak. 3 step bor. 3 step. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Mana bu test your understanding 1 orqali ko'rsagan bo'ladi. Ted runs a landscape gardening business. On 1st February 2002, Ted purchased a sit-on lawn mower costing $3,000, which is depreciated at 10% per annum straight line on a monthly basis. Means proportion, right? Yes. Ted decided to replace it with one which had an enclosed cabin for use within when it rains. Okay. Kabinasi boriga alishtirmoqchi bo'lasiz. Mana bu lawn mower bilamiz nimaligini? Ko'taradigan. Shuni alishtirmoqchi kabinasi boriga. Yomg'irlarda ham ishlatishga. The lawnmower was sold for an old friend for $2,000 on 31st July 2005. Okay. Birinchi nima qilamiz? Birinchi ma'lumotlarni shakllantirib olaylik. Ya'ni cost qancha edi? Cost 3000 edi. 3000 edi. Hop, endi accumulated depreciation topsak. Accumulated depreciation. Men sotib olganman 2002-yilda 1-fevral sanasida va 2005da sotyapman. Demak, 2003 1-fevralda 1 yil, 2003, 2004, 2005da 3 yil bo'ladi 1-fevralida. Endi u yog'iga fevral, mart, aprel, may, iyun o'zi. 5 oy bo'lyapti. 3 yil 5 oy bo'lyapti. 3 yil 5 oy. Endi 3000 ni useful life qancha edi? 10%. 10% degani necha yilga to'g'ri keladi? 1 ga 33 yil bo'ladi. 10 yil bo'ladi. 300 dan to'g'risa 10 yil. Qanday bo'lardi-da? 1 bo'ladi 10% ga. 10 yil kelib chiqadi. To'g'ri. 10 yil useful life bor. Bu degani 120 oy bo'ladimi? 10 yilimiz 120 oyga bo'laman, ya'ni 1 oylikni topib olaman-da. Oylikka hisoblayveraman. Ko'paytiraman 3 yil 5 oy bo'ldi. Ko'paytiraman 3 ko'paytirilgan 12 plus 5 oy. Demak, accumulated depreciation mana bunga teng. Shundaga 1 oylik depreciationni topdim va xo'p 3 oy bo'lsa, 3 yil bo'ladigan bo'lsa 36, 41 oyga ko'paytirdim. 120 mana 10 yilida useful life oyda hisoblaganimda 120 oy bo'ladi. Oyga nisbatan oldimda bu yoqda 1 oylik monthly hisoblayapman. Okey. Endi keling ham shunda bo'ladi. 3000 minus 1125.
qoldiq qiymati 1975 bo'ladi. Proceed qancha bo'ldi? 2000. Hop, menda gain bormi, loss bormi? Gain bor. Proceed katta bo'lyapti. Carrying amountdan. It means profit. Demak, proceed manda 2000, carrying amount bo'lsa 1975. Gain 25 bo'lyapti. Okay, mana shu narsani bilib oldik biz. Umumiy, masalan, caselarda har doim ham provodga so'ralmaydi. Chunki gain yoki lossni toping deyish mumkin. Mana shu holatda topsak yetarli bunaqa caselarda. Endi provodga yozsak bunga. Provodkani aynan case bilan tushunsak qulayroq bizga. Hop. Hozir demak, mana bundan menga cost accountida 3000 borligi, accumulated depreciationda 1025 borligi aniq. Chunki hisobladik. Mana shu narsada shakllanadi accountlarda. Endi buni chiqarishim uchun step 1, ya'ni disposal, this double entry for disposal. Demak, step 1. Birinchi navbatda costni chiqaraman. Cost qayerda bo'ladi? Debitdan, kreditdan? O'zi birinchi debitda bo'ladi, keyin kredit bilan chiqaramiz. Kredit bilan chiqaramiz. Demak, uni sheriga har doim disposal qilaman. Disposal account. Tarjimasini nima disposal? Utilizatsiya. Shunaqa. Bizda 92 shotimiz borki, 0192 bilan yozamiz. Shu, mana shu. 0292 bilan. Hammasi disposal. Demak, ikkalasi ham disposal bo'ladi? Ha. Ya'ni cost account menda 3000 edi. 3000 ni yopishim uchun disposal 3000 yozaman, kreditga cost account yozaman. Ya'ni non current asset add cost account. Cost accountini olaman deyapmiz. Step 2. Endi accumulated depreciation ham yopilishi kerak. Bu aktiv bo'yicha mana bu accumulated depreciation qolmaydi. Olib tashlaymiz buni, yopib olishimiz kerak. Yopishim uchun bu qayerda shakllanadi? O'zi debitda turgan bo'ladi, kredit bilan yopamiz. Yo'qda. Accumulated o'zi Kontraaktiv shotimizni kontraaktiv bu. Kontraaktiv kreditda shakllanadi. Depreciationni provodkasini eslaylik. bo'lib shuning uchun. Yo bitta mayli, qolganlar uchun. Olamiz. Depreciation kreditda accumulated depreciation yozadi. To'g'rimi? Ya'ni accumulated depreciation shakllanishi kreditda bo'lardi. Yopishimiz debitda bo'ladi. Debitda yopamiz. Disposaldan keyin ishlar ekan. Disposal yozamiz bunga. Disposal. Hop, endi accumulated depreciation qancha bo'lsa, shuncha yozamiz disposalga. Step 2 1025. Step 3. Step 3 da endi cash yozamiz. Qancha cash oldik? Debit cash. 2000 oldik, to'g'rimi? Kreditga nima yozamiz? Kreditga Disposal yana. 92. Hammasi disposal accountga yig'iladi. Endi umumiy disposal accountni T accountini tuzadigan bo'lsak. Disposal accountni Keyin disposaldan profit o'tar ekan. shunaqa. Disposal accountni остаткasi profit yoki loss bo'lib shakllanadi. Nazorat ko'rmaysiz? Step 2'de accumulated depreciation'ga debit yozadi, tepada credit. Qarang, tepadagisi shakllanishi. Bu accumulated depreciation shakllanish paytida. Endi kreditga yig'ilib boradi deymiz buni. Остаткasi kreditda yig'ilib boradi. Yopmoqchimiz hozir. Chunki sotyapmiz. Sotyapmiz, yopyapmiz. Shuning uchun. Demak, birinchisida debitda shakllandi 3000. Ikkinchisida kreditda shakllandi 1025. Uchinchisida kreditda shakllandi 2000. Endi credit forward topadigan bo'lsak, bu yoqda shakllanyapti. 1025, 3000, bu yoqda ekan. Bu yoqda ekan.
carry forward 25 bu yoqda chiqadi. Endi buni astarga qilib bo'lsak, kreditda chiqadi, to'g'rimi? Hop. $25. Okay. Mana bu e'tibor beringlar. Profit or loss, ya'ni expense bilan income qaysi tarafda shakllanadi? Expense qaysi tarafda shakllanadi? Income qaysi tarafda? Debitda. Expense debitda, kreditda income. Mana bu income degani. Ya'ni kreditda shakllansa income degani. Nimaga? Qaranglar, disposal accountdan men gain olishimda hamda qolib qo'yaveraman, masalan, debitda. Ya'ni hozir buni balansi kreditda chiqyapti-yu. Nol qilishim uchun debitlashim kerak, to'g'rimi? Disposalda debitga olaman. 25, kreditga gain yozaman. Ya'ni profit or lossga gain sifatida ko'rsatib yuboraman buni. Ya'ni gain kreditda bo'ladi, income kreditda bo'ladi. Shu narsa. Ya'ni bu keyingi provodga bizga muhim emas. Asosiysi mana buni stavkasi qaysi tarafda chiqyapti? Debitdami, kreditdami? Debit bo'lsa loss, kredit bo'lsa income bo'ladi. Ya'ni gain bo'ladi. Tushunarlimi? Mana bu yo'lda qilgan hisob kitobimizni accountingda qanday ko'rinishini mana bu tarafda ko'rsatib beraman. Siz qimmatroq sotyapsiz-ku aktivni. Qoldiq qiymatidan qimmatroq sotdingiz. Ortiqcha qiymatingiz sizda gain bo'ladi. Mana bu gain. Profit kiradi. P&L da foyda zarar hisobotingizda 25 foyda ko'rdim deb yozadi sotuvdan. Mana shuni shakllanishini ko'rsatadi. Loss debitda. Expense debitda shakllanadi-yu. Loss ham expense'da. Okay. Savol yo'qmi? Mana bundan. Jonibek, sizdan? Yo'q. Yo'q. Fikrlardan kredit bir minus narsa, debit minus narsa degan narsani chiqarib tashlaydi. Bunaqa narsa yo'q. Elementga qarab tanlanadi. Biz gaplashgandik-ku, 5 ta element yozganmiz. Debit tarafda debit 3 tasi turardi, debitda 2 tasi turardi. 3 tadan 3 taga degan, 3 ta degan. Shu ko'rsiz ham qo'shib olganimizda. 3 ta bu yoqdagi element debitimizdagi ko'payadi debitda, kreditda kamayadi. Kreditdagi elementlarimiz kreditda ko'payadi, debitda kamayadi. Mana shu logika bo'yicha ketadi har doim. Kredit degan narsa minus narsa degan narsani xayoldan chiqarib tashlaydi. Yo'q bunaqa narsa. Depreciation expense account. Mana bu expense account. Mana bunisi contractive. Aktivni kamaytiruvchi shu. Kreditda yig'ilib boradi. Lekin u balansda siz aktiv tarafni ko'rsatasiz baribir ham aktivni kamaytiruvchi sifatida. O'zi balans kreditda, lekin aktivni tarkibidagi aktivga qarshi shot bu. Aktivni kamaytiruvchi shot. O'sha kreditga olsak bu kamaygan bo'ladi. Ha, aktivni accumulated depreciationni kreditlasak ko'payayotgan bo'ladi. Accumulated depreciation ortib boradi. Ortib boradi. Yopayotganimiz hozir mana debitlarga-ku. Yopayotganimiz debitlaymiz. Debitlaymiz. Yig'ilib boradi kreditda, yopayotganimiz debitlaymiz. Passiv shot deb tushunsangiz bo'laveradi. Passiv shot deb tushunsangiz bo'ladi, faqat bu aktivni kamaytiruvchi shot. Passiv tarafni ko'rsatmaysizda, passivda ko'rsatilmaydi. Passivdan bu yoqqa olib o'tasiz. Aktiv tarafga. Yoki o'sha aktiv degan tarafga minus deb yozasiz. Shunaqa. Yana qanaqa savollar bor? Double entry'da muammo yo'qmi? Tushunarlimi? Endi qaranglar, biz hozir pul oldik, to'g'rimi? Sotganimizda pul oldik. Endi sotayotganimizda boshqa bir aktivga exchange qilishimiz mumkin. Barter qilishimiz mumkin. Mana bu holatda provodga 4-step ham qo'shiladi. Ya'ni sal boshqacharoq bo'ladi. Hozir shuni ko'ramiz. Borgan case part exchange agreement deydi. Part exchange agreement and part exchange allowance beriladi. Part exchange allowance nima? Part exchange allowance deganimizda biz aktivni
o'zimiz eski aktivimizni beryapmiz-ku. Mana shu aktivni qanchaga baholangani part exchange allowance. Ya'ni nariga taraf bizni berayotgan aktivimizni qanchaga baholagani part exchange allowance. Shunday tushunsak bo'ladi. Men sotayotganimda hozirgi aktivimni 2000 ga sotdim-ku, ya'ni 2000 ga baholab oldim. Xuddi shu narsa. Eski aktivimni part exchange allowance sifatida menga pul bermaydi. Chunki nimaga? Men yana ham yaxshirog'ini olyapman. Aktivimning ustiga qo'shimcha pul beraman. Tushundingmi? Shu aktiv berayotgan aktivimni baholangan qiymati bo'ladi part exchange allowance. Keltiramiz hozir. Test understanding tuni bajaramiz. Okay, birinchi tanishib olaylik. Sanyu runs business altering and repairing clothes. Okay. When Sanyu started business on 1st January 2002, Supastic 2 sewing machine. Okay, generation 2 it means, right? Sewing machine was purchased at a cost of $2,500. The cost is $2,500. Sewing machines are depreciated using straight line method at a rate of 20%. It means how many years? 5 years, right? Per annum. O'ylab qolmaydi mana PA nima ekani. Per annum. Qisqartirilgan. 6 yil boshlayapsiz. Yillik protsenti 20%. Prorata degan narsa. Yo'q, prorata emas bu. Prorata emas. Davomli beradi. Full year of depreciation is charged in the year of acquisition. Demak, acquisition the full year and none in the year of disposal. Mana bu shartlari juda ham muhim. Tushunib bajarishimiz. The business has now grown such that Sanyu needs faster machine and will upgrade the generation 5 machine during December 2005. The Supastic salesperson has offered part exchange deal as follows. Part exchange allowance for Supastic 2, 750. It means old machine is marketed at a cost of $750. Balance to be paid in cash for Supastic. Balance to be paid in cash for Supastic 5. 4850 qo'shimcha to'laydi. 5500 ekan, do'stlar. Ha, 5500. Bozor narxi 5500. Eski aktivni 750 ga baholab olyapti Supastic salespersoni va yangisini 4850 ga beryapti. Umumiy olganda 5500 olyapti salesperson baribir. So'zamki, down in year of disposal deganda shu aktivni sotib olganimizda yil o'rtasida sotib olsak, only depreciation hisoblaymiz, oxirida sotayotganimizda hisoblamaymiz. Bu yoqda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa mana bu juda muhim. O'zi mana bu Sanyuni reporting date qachon? Shuni bilib olaylik. Chunki qaysidir sanaga nisbatan 1 yilda borishimiz kerak-da. Bu juda muhim. E'tibor bermaysizlik mumkin. Ko'pchilik mana boshida keyslarga tushib olish uchun qiynaladi-da. Mana shu key pointlar. Okey, men sotib oldim 1-yanvar 2002 da. Endi deylik, bu yoqda 1 yil to'liq beribdi. Ba'zi bir keyslarda dekabr boshida sotib oldim deydi, masalan 2005. Lekin full year charge hisoblaysan dedi. Sotib olganiga 1 oy bo'lgan, full year charge olamiz. Ya'ni shu 1 oy uchun ham full year charge olamiz. Shunaqa joylar bo'ladi. Keladi. Shuni farqlab olamiz. Demak, okey. 2005 bo'ladigan bo'lsa, 31 dekabr 2005 sotib olganmiz 2002 boshida, demak 2002 to'liq ishlatyapmiz, 2003 ishlatyapmiz, 2004 ishlatyapmiz, 2005 da sotyapmiz. Demak, 2005-yil uchun depreciation hisoblamaymiz. sotayotgan yil uchun, ya'ni 2002 da sotib oldik, 2003 da ishlatdik, 2004 da ham ishlatdik, 2005 da ham ishlatdik, lekin sotib oldik oxirida. Sotilgan yil hisoblanib qoldi 2005. Hisoblamaymiz baribir. Endi case shunday deyapti, hisoblamaymiz. Agar case bunaqa bo'lganda hisoblarmi? Ko'pincha proportion method deyish mumkin. Proportion metodda hisoblanadi. Agar ana bunaqa holatda bersa, chiqmaymiz, chetlashmaymiz casedan. Ya'ni ssenariylar berilgan tartibda ishlamasak bo'lmaydi. Demak, cost qancha edi? 2,5 edi. Accumulated depreciation hisoblasam, 2,5 ni bo'laman 5 ga, 5 yil edi, to'g'rimi? 20% dan. Ko'paytirib. 3
3 yillik hisoblayman. 1,5 ming bo'lgan. Keyin amountini hisoblasam 2500 minus 1500. Ming qolgan. Proceed. 750 bo'ldimi? Gain ko'ryapmizmi, lossmi? Loss ko'ryapmiz. Loss 250 ko'ryapmiz. Okay. Demak biz bilib oldik nima bo'lganini. Endi shuni accounting, ya'ni double entry orqali ko'rsatsak. Part exchange allowance. Step 1. Step 1 bir xil. Qanday edi? Eslaymiz. Disposal. Nima qilardik birinchi stepda? Chiqaryapmizmi? Aha. Birinchi step debit bo'ladi. Costini chiqarib yuborardik. Costini Cost accountni chiqarishimiz kerak, yopishimiz kerak. Cost account demak debitda shakllangan, kreditda yopaman. Sherigi disposal bo'ladi. Disposal account. 2,5 mingga sotib olganman. Kreditga. Cost non-current asset at cost account. 2,5 ming. Step 2. Step 2. depreciation nima bo'ladi? Accumulate depreciation nima qilamiz? Buning uchun nima qanday provodga berardik? Accumulate depreciation debitda bo'ladi. Chunki u kreditda Kreditda shakllangan. shakllangan edi. Endi disposal bilan yopamiz. Disposal bilan yopamiz. Real. Step 3. Bunisida endi part exchange allowance yozamiz. Part exchange allowance yozamiz. Xo'p, pul olmayapmiz, to'g'rimi? Pul olmayapmiz. Aktivni chiqarib bo'ldik. Debitda biz mana shu aktivni berib yuboryapmiz nima uchun? Yangi aktiv uchun, to'g'rimi? Aktiv o'sha Yangi paydo bo'lyapti ekan. Non-current assetni costiga kiritamiz. Cost accountga kiritamiz buni. Ya'ni yangi aktivni costiga yozamiz bu qiymatni. Ya'ni qoldiq qiymati qancha edi? Exchange mana bu. 700 Bu yerda yo'q-ku. Yo'q, shoshmanglar. Men bu qoldiq qiymatini yozaman bu yerga. 1000 yozaman. Kreditda disposal. 1000. Va oxirgisida to'layotgan pulimni yozaman. Debitda mana bu new non-current asset cost account. 250 to'layapmizmi? 250 yo'q Hozir berib qo'ygan-ku 4850. 4850 kreditda disposal. 4850. Hop, endi e'tibor bersak, mana bu bilan sal xato bo'lsa menimcha. Mana buni 750 yozar ekanman. 750. Shunda mana bu new non-current asset mana bilan birlashib umumiy 5,5 mingni beryapti, to'g'rimi? Step 4 da mana bu step 4. Demak, ikkitasi birlashib yangi aktiv yaratildi bizda 5,5 ming. Endi disposal accountni yig'ib chiqsak. Disposal account birinchisida debitlandi 2,5 mingga. Ikkinchisida kreditlanyapti 1,5 mingga. Uchinchisida kreditlanyapti 250 ga. To'rtinchisida 4850. Okay, yig'ib chiqadigan bo'lsak endi 7100. Hop, bizda loss chiqqanida loss 250 chiqqan. Okay, birinchisida debitlar 2,5 ming, ikkinchisida kreditlar 1,5 ming, uchinchisida kreditlar 750, to'rtinchisida mana bu disposal emas, cash account edi. Cash. Mana bu xato bo'lishi mumkin. Okay. Umumiy hisoblasak 2250. 250 yetmayaptimi? 250 yetmayapti. Credit for
debitga tushsa, demak, loss sanglashadi. 250. 250 loss. Debitda balans chiqadigan bo'lsa loss, kreditda chiqadigan bo'lsa income. Nolga yaqinlashtirib qo'ying. Okay. Part exchange allowance da mana shu. Shuni oldikmi? Revaluation qismiga o'tsak bo'ladi menimcha. Revaluation haqida gaplashamiz. Revaluation of non-current assets. Hop. Biroz avval aytib o'tdik, aktivlarni cost modulida yuritsa bo'ladi va revaluation modulida yuritsa bo'ladi. Ikki xil modulimiz bor. Cost modulida birinchi marta biz qancha pul sarflab, olib kelish xarajatlari, import qiladigan bo'lsak, masalan, tamoshni rasxodlari bo'ladi. Hammasini to'lab aktivni shakllantiradi. Mana shu costni shakllantiradi va bu cost endi o'zgarmaydi. F3 nuqtai nazardan qaraganimizda o'zgarmaydi deymiz. Aslida o'zgarishi mumkin. Endi F3 syllabusda yo'q, shartlansa, hozir chuqurlashmaymiz bu qismiga. Umumiy olganda o'zgarmaydi cost modulda. Endi uni biz faqat eskartirib, kamaytirib boramiz xolos. Ya'ni mana shu costdan kamayib boradi. Revaluation modul bo'lsa qanaqa bo'ladi? Revaluation modul bo'lsa 10 minglik aktiv oldim, yiliga 1000 dan kamayib boradi. 1 yildan keyin 9 mingga tushdi. Bozor narxiga qarasam 15 mingga chiqqan masalan. 15 mingga qayta baholanadi. O'rtasida gain shakllanadi va u gain profit and lossga yozilmaydi. Hozir gaplashamiz ular. Xullas mana shunaqa tartibda ishlanadi. Har safar, har yili bozor narxiga tenglab boriladi. Bozor narxi qancha bo'ladigan bo'lsa, mana shunga tenglab olib boramiz. Bu nimaga kerak endi? Chunki bu masalan buni ham har xil tarafdan qarasak bo'ladi-da. Foyda zarar tarafdan qaraydigan bo'lsak, depreciation orttiradi bu. Rasxodimiz ko'payadi. Foydamizni kamaytiradi, qayta baholash. Balans jihatdan qarasak, aktivlarimizni real bozor narxi bo'yicha ko'rsatadi hisobotda. Ya'ni haqiqatda qancha aktivi bor biznesda. Agar cost modulda biz ko'rsatadigan bo'lsak, nima bo'ladi? Eski narxlarda qolib ketadi-da. Biznesning haqiqiy qiymati, aktivlarni bozor narxidagi qiymatini baholash qiyin bo'ladi cost modulda. Imkoniyati yo'q bo'ladi, qiyin emas. Ya'ni yo'qda bozor narxi. Hozirgi narxi masalan umuman past bo'lib ketgan bo'lishi mumkin yoki juda ham ko'tarilib ketgan bo'lishi mumkin. Har xil holat bo'lishi mumkin. Ya'ni cost modul bu narsani bera olmaydi. Revaluation modul bo'lsa, har doim bozor bilan mos holatda yurishga harakat qiladi. Endi mana bu illustration one ga e'tibor beramiz. When Warco owns land which originally cost $250,000. Okay, this is original cost. It means we spent this money for this land. Okay, no depreciation has been charged on the land in accordance with IAS 16. Esimizda bor, land is not depreciated. That's why lot depreciate qiladi mana bu narsa. When Warco wishes to revalue the land to reflect its current market value, which it has been advised is $350,000. Demak, mana shuni qanday reflect qilamiz endi financial statementda? Okay, mana deylik, birinchi yilga initial recognition yozaman. Recognition 250 ming. Debitda land 250 ming, kreditda cash yoki payable bo'ladi. 250 ming yozaman. Okay. Bir yildan keyin revalue qilyapman. Bir yildan keyin. Hop. Revaluation quyidagi tartibda bo'ladi. Ya'ni debitda landni costiga qo'shaman 100 ming.
To'g'rimi? Ya'ni o'zimanda 250 ming bor edi, qo'shimcha qo'shishim kerak. 100 ming qo'shaman. Hop, Lendga 100 ming qo'shaman. Kreditda revaluation surplus degan akkaunt ochiladi. Revaluation surplus bu equity tarkibidagi element, bitta element va u mana shu aktivlarni qayta baholashdan shakllangan rezervni anglatadi, ya'ni qiymatni anglatadi. Aktivlar biznes tarkibida qancha qiymatga baholangan, qayta baholangan degan ma'lumotni beradi. Bozor narxi natijasida, ya'ni bozor narxiga moslashtirilganda o'rtada qancha farq kelib chiqqanini ko'rsatadi. Revaluation surplus. Endi Lend uchun juda ham oson bu, ya'ni ko'rinishdan oson tuyuladi. Lend uchun haqiqatan oson. Chunki depreciation yo'q bo'ladi. Hisoblanmaydi. Endi hozir depreciation bor case'i ko'ramiz. Mana bu oson, to'g'rimi? Tushundik qanday bo'layotgan. Faqat mana buni qayerga borishini bilib olishimiz kerak, eslab qolishimiz kerak. Qayerga edi? Equity tarkibida. Equity tarkibida, ya'ni kapital yoki equity tarkibida. Okay. Let's understanding is ready for us. Maxco owns a fish finger factory. Okay, this is factory. Building. Yes. The premises were purchased on 1st January 2001 for $450,000 and depreciation charged at 2% per annum on straight line basis. Maxco now wishes to revalue the factory premises to $800,000 on 1st January 2007 to reflect its market value. What is the balance on the revaluation surplus account after accounting for this transaction? Okay. Cost account. What is it? Accumulated depreciation of subjects. 450 useful life 50 yil. Bo'laman 50 yilga necha yil o'tdi? 2001 da sotib olganman, 2001 dan to'liq ishlatish boshladim. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ni oxirigacha ishlatdim. 2007 ni boshida revalue qilyapman. Demak 6 yillik menda accumulated depreciation bor. Keling mana shunda 450 ming minus 54 ming. 396 ming. Okay. Endi mana revaluation qanday double entry da ifodalayman mana shu holatda. Men quyidagicha provodga beraman. Debitda non-current assetni costiga qo'shaman yana. Non-current asset at cost account. Cost qancha edi? 350 mingga qo'shyapsiz ekanda, 450 800 ming. 450 ga. Qanchaga revalue qilyapman? 350. Yo'q. Top final nima? 800 ming, to'g'rimi? O'rtadagi farq endi 350, ya'ni costga men 350 qo'shsam, mana 450 plus 350 800 bo'ladi. To'g'rimi? 350 ga qo'shaman. Okay, qo'shib oldim. Endi accumulated depreciation account yopilishi kerak. Revaluation paytida accumulated depreciation accountni yopamiz. Nima qilamiz? Accumulated depreciation accountni yopamiz. Uni yopish uchun qayga provodga berishimiz kerak? Debitkami, kreditkami? Debitga beramiz. Debitga yoziladi. Accumulated depreciation qancha shakllantirganmiz? 54. Endi kreditda mana shu ikkovini bizga revaluation surplus shakllantirib beradi. Ya'ni 350 plus 54 404 bo'lar ekan. Hop, endi e'tibor beraylik. Biz qoldiq qiymatni revaluation revaluation gain aniqlaydigan bo'lsak, 800 ga baholayapman. Qoldiq qiymat qancha edi? 396 edi. 404 bo'lyaptimi? Mana bu yerda shu revaluation surplus accountimizda 404 shakllandi.
Ya'ni aktivni men 404 mingga oshirdim. Qoldiq qiymati 396 ming edi. 404 ming qayta baholab 800 mingga chiqarib qo'ydim. Shu orqali endi menda accumulated depreciation yopiladi. Ya'ni qoldiq qiymat qanday topiladi? Keling emas. Formulasi depreciation Yo'q, costdan. costdan accumulated depreciation aytishim kerak. Xo'p. Endi mana revaluationdan keyin cost qancha bo'ldi? Costimiz qancha? 800 bo'ladi. 800 bo'ldi. Chunki bu yoqda 450 bor edi. Costni yopmadik-ku biz hali. Cost account turibdi hali ham. Ustiga qo'shimcha mana buni yozdik. 800 bo'ldi. Accumulated depreciation qancha bor? 54 edi. Yo'q, Yo'q, endi 0 bo'lib qoladi. 0 bo'lib qoldi. Demak, Yangidan hisoblaymiz. keling mana qancha bo'ldi? 800 o'zi qoladi. 800 o'zi qolyapti. Ya'ni mana qayta baholaganimizdan keyin 800 qoldiq qiymati bo'lishi kerak-ku aktivni. Shu narsani chiqaryapmiz-da. Cost 800, accumulated depreciation 0 qo'ydik. Shuning uchun endi bizda qoldiq qiymat 800 deb qaraladi bundan buyog'iga. Va remaining useful life bo'yicha depreciate qilib ketamiz bu yoqqa. Mana bu yoqda hozir 50 yil edi, 6 yil ishlatganman. 44 yil qoldi. Mana bu aktivni 800 ming edi. Agar ssenarioda bermasa, o'zgarish bo'lmadi deb aytsa, 44 yildan davom ettiraman. Ya'ni 800 bo'lingan 44 1 yillik amortization bo'ladi, ya'ni depreciation bo'ladi. 800 ming bo'lingan 44. Mana bu 1 yillik depreciation hisoblanadi. Tushundingmi? Okay. Great. Demak, revaluation surplusda qancha balans qolar ekan? 404. Siz javob chiqadi. Depreciation and disposal of revalued asset. Ya'ni biz revalued assetni qanday depreciate qilamiz va dispose qilamiz. Shuni haqida gapirsak. Depreciation tushunarli menimcha, aytib o'tdim. Ya'ni mana qoldiq qiymati 800 deb qaraymiz bundan buyog'iga. Agarda remaining useful life o'zgardi deb bersa, shu o'zgargan qiymat bo'yicha depreciate qilamiz. O'zgarmagan bo'lsa, qancha qoluvdi o'zi qoldiq qiymati? 44 yil chiqdi hozir bizda, 44 yil bo'yicha olib ketsak bo'ladi. Depreciation shunday. Hop, disposalchi. Disposal ham tepadagi bilan bir xil. Ya'ni qancha qoldiq qiymat qolgan bo'lsa, mana costi bor bizda, costini endi 800 deb qaraymiz. O'rtada qancha accumulated depreciation hisoblangan bo'lsa, shunchani olamiz. Keling amountini topamiz, foyda yoki zararni hisoblaymiz. Bir xil tepa bilan. Faqat endi revalued qiymatda ketadi faqat. Biz qanchaga qayta baholab qo'ygan bo'lsa, shu bo'yicha qaraymiz. Bitta yaxshi narsa bor, ya'ni biz hali nima deydi? Amaliyotda masalan O'zbekistonda ko'rmagan bitta elementimiz bor, bu excess depreciation. Ya'ni qayta baholanganda aktivlar excess depreciation degan qo'shimcha bitta element shakllanadi bizda. Har doim emas. Agarda kompaniyani policy-sida bo'lsa, bu narsa shakllanadi. Bo'lmasa shakllanmaydi. If policy requires mana bu narsa excess depreciation shakllanadi. Excess depreciation demak qanday shakllantiramiz buni? Hop, new depreciation minus old depreciation teng bo'ladi excess depreciation ga. Ya'ni bizda new depreciation hisoblaydigan bo'lsa, o'sha tovarni to'g'rimi? hozirgi mana bu caseimiz bo'yicha Ha. costini 800 deyapmiz, ya'ni carrying amountni 800 deyapmiz. 44 remaining useful life bor. 18 chiqyaptimi? 18 182 debkanman. Old depreciation aniqlasam. Tepada tayyor hisoblagandim. 350 taqsim 50 edi. To'g'rimi? 50 yil edi. 350 ga bo'lganda 52. 7000 edi. Demak, excess qiymat 18182 minus 7000. 11182 bo'ladi. Xo'p, mana shunga endi double entry beriladi. Double entry. Debitda revaluation surplus 11182, kreditda
retained earnings. Yaxshi ekan bu. Hop, bunda nimasi bor? Ya'ni nima beradi aslida bu? Bir fikrlab ko'raylik. Bunda biz profit or lossda depreciationni ko'paytirib yubordik. U real foydani shakllantiradi. Real foydani shakllantiradi. Nimaga? Masalan, biz bozor narxida tovarlarimizni sotyapmiz. Bozorda biz sotayotgan tovar, biz shakllantirayotgan revenuening ichida inflyatsiyaning ta'siri har doim borda. Har doim hisobga olyapmiz. Bugungi sotgan tovarimiz bugungi revenuega shakllanadi va bugungi daromadimiz deb qaraladi. To'g'rimi? Lekin aktivni biz bir necha yil avval sotib olganmiz, hech qanaqa inflyatsiya ta'sir qilmasdan shu eski narxda shakllanib qolgan. Va bizni daromadlarimiz inflyatsiya ta'sirida shishirib borilyapti. Lekin rasxodlarimiz qolib ketyapti. Ma'lum bir qismi, ya'ni aynan mana shu assetga tegishli qismi. Depreciation shakllangan qismi eski narxlarda qolib ketgan. Bozor narxi hisoblanmayapti. Shu narsani joyiga keltirish uchun revaluation bo'ldi va bu ko'proq depreciation hisoblanishiga olib keladi va foydani kamayishiga, foydani realroq chiqishiga olib keladi. Mana bu tarafi bor. Endi foyda kamayib ketdi degani retained earnings kamroq qiymat boradi degani. To'g'rimi? Foyda kamaysa, u retained earnings borib qo'shiladi. Ha, kam bo'ladi. Kam bo'ladi bu degani. Aslida masalan retained earnings nima? Taqsimlanadigan daromadlarimiz. Masalan, budjetga taqsimlab bersak bo'ladigan daromadlar. Shu narsani taqsimlash, daromad rus tilida aytsa, nima deyiladi? Dahod. Taqov? Dahod. Ha, dahod. Taqsimlash nima degani? Proporsiya anaqa. Yo'q. Sanaymi? Ne распределенный прибыль bo'ladi. Ha, bu. Taqsimlanmagan foyda. Ha, bo'ldi. Mana shu retained earnings mana shu bo'ladi. Endi qaranglar. Retained earnings shareholderlarga taqsimlanadigan qiymat aslida. Har doim ham taqsimlanmaydi, lekin taqsimlasa bo'ladigan qiymat. Accounting jihatdan qarasa, biznesni topgan foydasi yig'ilib boradigan joy. Va u foyda xohlasa taqsimlanadi, xohlasa biznesda ushlab qolinib, qayta investitsiya qilsa bo'ladi. Endi mana shu retained earnings biz sun'iy kamaytiryapmiz, ya'ni qayta baholash natijasida hech qanaqa yo'q joydan rasxod yaratib shakllantirdik. U foydamizni to'g'ri baholashimiz uchun kerak. Ya'ni daromadlarimiz ko'paydi, inflyatsiya hisobiga rasxodlarimizni ham shunga mutanosib holatda qilib qo'ydik. Daromadimiz to'g'riroq bo'ldi endi. Okay, no problem. U tarafdan analizimiz to'g'ri chiqaveradi, lekin pul taqsimlashga, daromad taqsimlashga kelganda uchlidirlar norozi bo'lishi mumkin. Masalan, bu sun'iy yaratilgan rasxodlar natijasida menga beradigan pulni kamaytirdik. Ya'ni shu narsani yo'qotish uchun revaluation surplusda shakllangan daromadni, ya'ni biz unrealized profit deb ataymiz. Hali realize bo'lmagan profitni biz aktivni sotib olsakgina realize bo'ladi. Yoki ishlatsak realize bo'ladi. Ya'ni bir yil ishlatdik, bir yillik qiymatini biz retained earnings olib qo'yamiz. Aktivni bir yil ishlatdik, mana bunga e'tibor bersanglar, revaluation surplus kamayyapti. Revaluation o'zi kreditda shakllanardi, debit yozyapmiz, kamayyapti. Kreditda retained earnings ko'payapti. Taqsimlanmagan foyda ko'payapti. Endi qarang, qancha revaluation surplus yozgandik? 404. To'g'rimi? 404 mingni biz unrealized profit batayapmiz hozirda. Bu realize bo'lishi uchun 44 yil kerak. Yilma-yil oladigan bo'lsak 9181 chiqadi. Nimaga mana bu yerda xato yozib yubordik mana. 350 bo'lingan 50 7 chiqadi. Nimadir xato ketgan? Costi 450 bo'lgan ekan, 350 yozib ketdimiz biz mana bu yerda. 450 bo'lgan ekan. Hisoblasak 9000 bo'ladi. 9000 olib tashlayman.
excess qiymat 9182 ga teng. 9182 mana shu narsaga keladi. Ko'rdinglar? 44 yilda bu yilma-yil masalan retained earnings ga o'tib borib 44 yilda revaluation surplus 0 ga tushadi. Ya'ni biz unrealized gainni realized gainga o'girib olamiz yilma-yil. Kompaniyani agar mana shunaqa policysi bo'lsagina bo'ladi bu narsa. Caselarda beradi. Policy'sida excess depreciation hisoblaydi. Yoki hisoblamaydi ham deb beradi. Yaxshilab diqqat bilan o'qiylik shuning uchun. Policy'sida mana shu narsa bor yoki yo'q deb aytilganiga qarab bajaramiz buni. Aytilsa, har yili demak biz revaluation surplusni kamaytirib borishimiz kerak excess depreciation qiymati. Shunga har yili kamayib boradi. Shunda ta'sischilarda olayotgan foydasiga ta'siri yo'q bo'lar ekan. Foydani biz realni bozor narxida chiqaraveramiz, shu bo'yicha analiz qilaveramiz, lekin bu yoqda ta'sischilarning qiymatiga ta'sir qilmaydi. Shu yilma-yil oboraman, yilma-yil yedirib bor. Yilma-yil yedirib boriladi. Yilma-yil mana bu yil oxirida mana provodkalar beriladi. Shunaqa ilmiy ish qilsa bo'ladigan mavzular chet elda ko'p ekan, to'g'rimi? Ko'p. Hali ochilmagan qirralar juda ko'p. Ko'p. Savdo bo'lar ekanda. Bizda ochilmagan do'stlar. Yo'q, umuman. Standartda hali yangilik bo'lgan narsalar ko'p. Hali e'tibor berilmagan, qaralmagan. Qachondir bir muammo kelib chiqadi, shunda o'rganiladi, yechim qilinadi-da bu narsalar. Yo'q, zo'r narsa. Shunga mana shu excess depreciation ham tushunib oling. Muammo yo'qmi? Disposal farq qilmaydi, do'stlar. Mana agarda men aktivni sotib olsam, mana shu aktivdan shakllangan revaluation surplus qiymatim bormi? Retained earnings olib qo'yish kerak sotilgan paytda. Mana hozir excess depreciation bo'yicha transfer yo'q deydi. Yo'q deb qaraylik. Bor bo'lsa ham masalan, birinchi yo'q deb qaraylik. Yo'q. Hech qanday revaluation surplus qancha shakllangan bo'lsa, yillar davomida shunday turibdi. Sotib olsam, o'sha revaluation surplusni men retained earningsga tepadagi shu excessga bergan provodkamni bir xil pul beraman, faqat to'liq qiymatga beraman. Ya'ni bu aktiv bo'yicha revaluation surplus qolmaydi. Yopilishi kerak, chunki sotib olyapman. Yoki ishlatib bo'ldim. Hali policysi yo'q, 20 yil o'tkazib bormagan. Aktivni ishlatib, useful life'ni tugatdim, chiqarib olyapman. Mana shu paytda revaluation surplusdan retained earningsga yana o'tkazib qo'yaman. Revaluation surplusdagi balansini. Bir marta o'tadi. Agar policysi bo'lmasa. Shuning uchun policyni kimlardir kiritib qo'yadi. 20 yil o'tkazib borsin. O'sha aktiv chiqib ketdi-ku ishdan. Yo'q, chiqib ketadigan paytida qolgan balansini bittada o'tkazib yuborasiz agar excessini transfer qilib borgan bo'lsangiz ham. Masalan, siz hali aktivni tugatmasingizdan avval sotib olsangiz, balans qolib ketadi revaluation surplusdan. Shuni bittada o'tkazib yuborasiz keyin deyapman. Sal yetib kelmadi degan tushuntirib olasiz. Bu umumiy analyz ko'rib keyin gapirib hazilladigan mavzu ekan. Qayta baholadim men aktivni. Revaluation surplus account shakllandi, to'g'rimi? Ya'ni qayta baholashdan yaratilgan akkauntimiz. Endi buni men aytyapman unrealized profit deyapman. Ya'ni realize qilinmagan profit. Hali meni qo'limga kelmagan profitda bu. Men uni yo ishlatib gainga aylantiraman yoki sotib olib o'sha gainni ko'rishim mumkin. Ikkita yo'lim bor. Realize bo'lish. Shuni aytyapman masalan. Bittada sotib olsak agar, ma'lum bir muddat o'tib, u balansda revaluation surplus turganida-yu, o'zgartirish qilmagandik agar excess depreciation hisoblamagan bo'lsak. Balans turganida, aktivni sotib olyapman, u balans yopishim kerak. Unrealized profit bu aktiv bo'yicha yopiladi. Chunki sotyapman, bu aktiv meni hisobotimdan chiqib ketyapti. Retained earnings o'tkazaman. Nerasproduktiv pribildagi hozir mana shu. Mana shunga o'tkazamiz. Baribir yuborgan bitta ko'raman. Hozir lekin uyga borganda ham esga tushmaydi. Hozirda Keysda mustahkamlaylik. ish bo'lsa bir kunda bitta darsimizda hozirgi mavzuni tushunishimiz uchun ikkita balans ko'rib chiqishimiz kerak. Yo'q, balansga kelamiz. Hozir Bungacha tushunmasa qanday? Yo'q.
birinchi qaranglar, kichik keyslar. Men lekin shaxsan tushunyapman. 87dan Ya, 85 ga olib 85dan bir marta 87 ga olamiz deyapman. Men tushunyapman. Sizda praktika bor. Bular mana tushunadi. Yo'q, qarang. Bularni Bular qanaqa bular qanaqa tushunishadi? Kichik keyslardan tushunamiz birinchi, mustahkamlab olamiz qo'ldan kelgancha. Keyin umumiy qilib bitta ko'rganimizda yaxshi yetib boradi. Hozir biz hech yo'q haligi nima deydi, yodlab olaylik nima bo'layotganini. Uni keyin umumiy ko'rganimizda, ha bu narsa aslida mana bunaqa bo'layotgan ekan deb keyin tepadi-da. Hozir katta keys ko'rsak ham tepmaydi bu narsa. Bashi tepmayapti bor. Ha, sekin-sekin chiqib boriladi-da. Bu ma'zur shunaqa ekansiz. Yolg'iz ma'siz. Miya umuman ishlayapti. Yo'q, слишком тупойman. Nima deysiz? Ko'rsagan bu narsani tushunmayapman-da. Qaytadan ko'rsaman. Hop, keyslar qanaqa ishlayapsiz? Ishlayapman. O'xshayaptimi keyslar? Bo'ldi. Chunki yo'q, tabiiy bu narsa. Men hamma o'quvchilarimda bo'ladi-da. Chunki bu yoqda informatsiya ko'p. Hammasini bittada hazm qilish imkoniyati yo'q. Bular yig'ilib har tarafdan bittasi unisiga bunisiga bog'lanib umumiy effekt beradi oxirida. Zanjir. Shungacha tashlab yubormasligingiz kerak-da sizlar. Harakatni to'xtatmaslik kerak. O'xshamayaptimi? Oxirida o'xshaydi. Oxiriga kelganimizda hamma narsani biladigandek bo'lib qolasizlar. Aslida siz hozir yozib aniqlayapsiz-ku. Men kaltada o'ylab ishlayman-da, masalan, o'zimcha, dangalcha. Aniqlamayapman-da, T-account, double entry. Bo'lmaydi bunaqa bilan. Bo'lmaydi. Ishlash kerak. Ya'ni men berayotgan sizlarga toollarni ishlatishinglar kerak. Ular bekorga berilmayapti. Chunki qiyin keyslar keladi hali sizlar bilan. T-account ishlashni o'rganmasak, T-accountsiz chiqmaydi. Shu. Nariga to'g'ri. Qo'yish kerak, to'g'ri shakllantirishni o'rganish kerak. Ishlash ishlayotganimni o'zim. Yo'q. Logikasini tushunib ishlayotgan bo'lsangiz yaxshi, lekin shuni T-accountni ham qo'yib ishlash kerak-da. T-account bilan birgalikda shakllanish kerak siz logikangiz. Agar boshqacharoq shakllanib qolsa, qiynalasiz keyin T-accountga kelib qolganda. Yo'q, T-accountda asosiy qoida shu birinchi darsimizda berganman. Hamma joyda ishlaydi. Bo'ldi, shuni cho'tki o'rganishimiz kerak, elementlar bo'yicha qo'llashimiz kerak. Har doim ishlaydi. Xudo. Okay, bitta mana bu keysga goldlar. Yo'q, bu what accounting interest yo'q, shartmas ekan bu. Hop, yana bitta narsa. Qaranglar, shu bilan bu mavzu tugadi. Hozir tanaffusdan keyin ozgina bitta keyslar ko'ramizda, keyin intangible ham ko'rib olamiz. Qaranglar, o'zi avvalroq eslatishim kerak-da, esimdan chiqib qoldi mana bu narsa. Inventory'da ham bor, bankarasida ham kelyapti mana. Va keyingi darslarimizda ham ko'p standartlar bo'yicha keladi bu narsa. Disclosure requirement. Ya'ni biz node haqida gaplashgan edik, eslaymizmi? Mana shu nodelarga qanaqa informatsiyalar yozilishi kerak? Standart nima talablar qo'yadi bunga? Mana shu haqida gap ketadi mana bu qismida. Ya'ni bu teoriya qismi, o'qib o'rganadigan qism. Men masalan shuni aytib beraman xolos-da buni. Foydasi yo'q, vaqtimiz ketadi. Buni o'qib o'rganib qo'yamiz, o'zimiz uchun notni shakllantirib qo'yamiz. Ya'ni PPE bo'yicha mana bu narsalar talab qilinadi. Inventory bo'yicha mana bu narsalar qo'shimcha ma'lumot, yozma ma'lumot sifatida yozilishi kerak. Statementlardan tashqari qo'shimcha yana qanaqadir ma'lumotlar berilishi kerak bo'ladi va ular mana bulardan iborat degan narsani o'zimizga shakllantirib boraylik. Okay? Bo'ldi. Demak, tanaffus qilamiz. Keyin o'sha yechamiz muammoni.